Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Bugun sizlar bilan ortopediya haqida gaplashamiz. Ortopediya bu tibbiyotning tayanch harakat a'zolari, suyak-mushak sistemasi kasalliklarini profilaktikasi, diagnostikasi va davolash bilan shug'ullanuvchi bo'limi hisoblanadi. Tayanch harakat a'zolari kasalliklari tug'ma bo'lishi mumkin, orttirilgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari jarohatlardan so'ng va har xil operativ muolajalardan so'ng ham kasalliklar va kontrakturalar kelib chiqishi mumkin. Bugungi kunda ortopedik kasalliklarni davolashda keng zamonaviy usullardan foydalanilmoqda. Bu esa davolash samaradorligini oshirib, asoratlarning kamayishiga sabab bo'ldi. Bundan tashqari an'anaviy usullardan ham keng foydalanish to'xtatilgani yo'q. Bularga maxsus bog'lamlar, breyslar, gipsli bog'lamlar, artez mahsulotlari va ortopedik oyoq kiyimlar misol bo'la oladi. Bizning klinikamiz ortopediya sohasida zamonaviy va keng spektrli davo usullaridan foydalangan holda chanoq son bo'g'imidagi tug'ma orttirilgan patologiyalar, tug'ma son suyagi boshchasi chiqig'i, tug'ma maymoq oyoqlik, bosh miya falajligida, ya'ni DTP kasalligida ortopediya, yassi oyoqlik, tug'ma mushaklik bo'yin qiyshiqligi va yana ko'plab bolalardagi ortopedik muammolar samarali davolab kelinmoqda. Agar sizning farzandlaringizda yoki yaqinlaringiz, tanishlaringiz farzandlarida ortopedik davoga muhtoj bemorlar bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz jamoamiz bilan sifatli, malakali tibbiy xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz. Klinikamiz sizga va yaqinlaringizga doim sog'lik va salomatlik tilaydi.